Nilufar ismli qizlarni shunchaki go'zal gul deb o'ylasangiz, adashasiz. Ularning asl kuchi loyqa suvlar ichidan yorib chiqib, poklik tarata olishidadir. Bu ism qadimgi sanskrit va fors tillaridan kelib chiqqan bo'lib, moviy lotus ma'nosini anglatadi. Sharq falsafasida Nilufar bu ma'naviy yuksalish va qayta tug'ilish timsoli. Psixologik jihatdan nilufarlar o'ta nozik sezgi sohibalaridir. Ular insonlar qalbini kitob kabiday o'qiydi. Tashqi ko'rinishidan nafis bo'lishsa-da, ichki irodasi po'latdek mustahkam. Ularning eng sirli xususiyati shundaki, ular eng og'ir vaziyatda ham boshqalarga umid bera oladigan ichki xotirjamlikka ega. Ular sadoqatni hamma narsadan ustun qo'yishadi va o'z qadrini bilgan insonlarni hurmat qilishadi. Agar sizning ismingiz Nilufar bo'lsa, bilingki, siz dunyoning eng noyob ne'matsiz. Ushbu videoni Nilufar ismli eng yaqin insoningizga yuboring va ularga o'z qiymatini eslatib qo'ying.